Assalomu alaykum kanalim a'zolari. Bugun sizga ozish uchun ichimlik tayyorlab ko'rsataman. Bu ichimligimizni tayyorlashdan oldin sizga bir narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Ba'zilar ichimliklar tayyorlab ko'rsatsam, bu ichimliklarni ichdik, hech qanaqa foydasi bo'lmadi deb aytishadi. Shunaqa kommentariyalarni kanalimda uchrataman, yozib qoldiradiganlar bo'ladi. Shu uchun bugun sizga shu haqda aytib o'tib ketmoqchiman. Bu ichimlikni ichganimizdan keyin parhez taomlari, qattiq, strogiy parhezlar qilishimiz shart emas. Biz xohlagan narsamizni yeb, mana shu ichimlik yordamida organizmdagi yog'larni yo'qotamiz. Bu uchun nima qilishimiz kerak? Qanday ovqatlanishimiz kerak? Ba'zilar bu ichimlikni ichsak ozib qolamiz deb o'ylashadi. Bu ichimlikni ichib toq ovqat yesangiz siz ozib qolmaysiz. Shu uchun biz qanday ovqatlanishimiz kerak? Ovqatlanish tartibini ham o'rganib chiqishimiz kerak. Videoni diqqat bilan kuzatib boring. Sizga shu haqda ko'rsatib o'taman. Masalan, ertalab nonushtaga biz bironta shirinlik yegimiz keldi. O'sha shirinligimizni qancha po'rsda yeyishimiz kerak, qanday yeyishimiz kerak, ovqatlanish kun tartibi qanday bo'lishi kerak bu ichimlikdan tashqari. Mana shu haqda sizga ko'rsatib tushuntirib o'taman. Videoni diqqat bilan kuzatib boring. Agar siz ozmoqchi bo'lsangiz, bironta diyetologga borsangiz, har bir konsultatsiya uchun qanchadan qancha pul to'laysiz, qanchadan qancha pulga dori sotib olasiz. U dorilarni ichsangiz ham baribir parhez qilishingiz kerak bo'ladi. Dorini ichib bo'lgandan keyin ko'pchilik yana qayta semirib ketadi, ikki baravar bo'lib. Shu uchun biz hamisha bir xil vaznda yurishning sirini o'rganamiz bugun. Qani boshladik. Birinchi o'rinda biz ichimligimizni tayyorlab olamiz. 500 gram suvga yarimta limonimizni kesib solamiz. Limon bilasizmi? Immun tuzumini ko'taradi, organizmni vitaminlar bilan ta'minlaydi. Bundan tashqari C vitamini bor, immun tuzumini ko'tarib, mana shu gripp, har xil kasalliklarni oldini oladi. Gripp vaqtimiz ham mana shu ichimlikni tayyorlab ichishimiz mumkin. Immun tuzumini mustahkamlaydi. Mana shunday biz limonad tayyorlab olamiz. Agar siz bu limon suvini icha olmasangiz, asal solib iste'mol qilishingiz mumkin. Ko'pchilik aytadi, davleniyani tushirib yuboradi deb. Agar sizda davleniyangiz, qon bosimingiz past bo'lsa, davleniyasi pastlar qora choy solib iste'mol qilishi mumkin. Hozir sizga ko'rsataman tayyorlanishini. Qaynagan suv, aytib o'tganimdek, bir paket qora choy solamiz. Xohlagan qora choyingizni ishlatishingiz mumkin, o'zingiz uyda ishlatadigan qora choy. Yozadiganlar, so'raydiganlar bo'ladi, ozish vaqti qora choy ichish mumkinmi deb. Ichish mumkin. Qon bosimim tushib ketadi, qon bosimini tushirmaydimi degan savollar bo'ladi. Agar qon bosimingiz past bo'lsa, mana shunday qora choy solib ishlatasiz. Buni har kuni ertalab och qoringa ovqatdan oldin, nonushtadan oldin iste'mol qilasiz, keyin kechga nonushtadan oldin iste'mol qilasiz. Bu sizni immun tuzumini tushirmasdan, vitaminlar bilan organizmni ta'minlab, ortiqcha vaznni organizmdan yo'qotib ozdirishga yordam beradi. Ertalabki nonushtaga bironta shirinlik yegimiz keldi. Shirinlik yegimiz kelgan vaqtida biz shirinligimizni tayyorlab yeyishimiz mumkin. Faqat qanday qilib yeyish kerak, o'shani ko'rsataman. Videoni kuzatishda davom eting. Biz bugun nonushtaga Napoleon tort tayyorlaymiz. Bu uchun biz bironta idishga ikkita tuxumimizni solamiz, aralashtiramiz yaxshilab. 50 gram shakar solamiz. Ikkisini yaxshilab aralashtiramiz. Ozgina tuz solib yana aralashtiramiz. Ozgina iliq suv bilan un solib masalliqlarimizni aralashtirib qorishni boshlaymiz. Xamirimizni ustiga ozgina sariyog' solib yana xamirimizni qorishda davom etamiz. Mana shunaqa xamir tayyorlab olamiz. Tayyor bo'lgan xamirimizni bo'lakchalarga bo'lib chiqamiz. O'n ikkita bo'lakchalarga bo'lib chiqdik. Endi bularni sekinlik bilan yoyishni boshlaymiz. Endi forma berib, mana shunday hamma xamirlarimizni yoyib pishirib olamiz. Pishgan korjlarimizni yumalog'ini tortimizga olib qo'yamiz, chekkasidagini ustiga sepishga ajratib qo'yamiz. Endi kremini tayyorlaymiz. Kremi uchun 1 litr sut kerak bizga. Bir dona tuxumni solib aralashtiramiz. Ustidan shakar solamiz, aralashtiramiz, yana un solib, yana aralashtirib pishirishga qo'yamiz. Pishguncha aralashtirib turamiz, keyin ustidan sariyog' bilan vanilin solib, aralashtirib olib qo'yamiz. Endi korjimizni maydalaymiz ustiga sepish uchun. Endi har bir korjimizni ustiga qavat-qavat qilib krem surtib chiqamiz. Hammasini
oxirida maydalangan korjimizni ustiga sepib chiqamiz. Mana shunday ajoyib mazali tort bo'ladi. Uy sharoitida juda ham oson. Tavsiya qilaman, qilib ko'ring. Ustiga ozgina shakar pudrasi sepdim bezak uchun. Mana tortimiz tayyor bo'ldi. Juda ham chiroyli chiqadi ertalab choy bilan ichishga. Endi buni qancha porsda yeymiz? Ozish davomida men sizga hozir porsini ko'rsataman. Mana shuncha porsda yeymiz, ko'p yemaymiz. Bir kunda mana shuncha pors ertalab nonushtaga yetarli. Yoqimli ishtaha. Mana shunday shirinligimizni yeymiz. Mana shu yo'l bilan biz nonushtaga nima xohlasak yeb, mana shuncha porsda ozishni davom etamiz. Azizlar, bu o'zimda sinalgan. Ba'zilar bor yozadiganlar, pul uchun blogerlar hamma narsani chiqarishadi deb. Hamma blogerlarni bir-biriga taqqoslamang. Blogerlar har xil bo'ladi. Men masalan o'zimda sinalgan narsalarni sizga tavsiya qilaman, chunki men meditsina sohasini tugatganman. O'zimni kasbimni, o'zimdan sinalgan narsalarni, o'qigan narsalarimni sizga hamisha tavsiya qilib boraman. Ozishning eng zo'r, oson usullarini meni kanalimda kuzatib borishingiz mumkin. Albatta, kanalda birinchi marta bo'lsangiz obuna bo'ling, hamisha foydali videolarni ko'rib borasiz. Bugunga mana shular, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.